Bugungi kunda taraqqiyot kushandasi bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurash borasida mamlakatimizda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilib, ularning samarasi xalqaro reytinglarda mamlakatimiz yuqori pog'onalarga ko'tarilayotganida yaqqol ko'rinadi. Ammo sholi kurmaksiz bo'lmagani kabi o'z xalqimini o'ylab jamiyatni orqaga tortayotgan shaxslar ham yo'q emas. Jumladan Navoiy viloyati Qiziltepa tumani favqulodda vaziyatlar bo'lim boshlig'i o'z xizmat mavqeyidan foydalangan holda my.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali kelib tushgan murojaatga asosan tumandagi savdo va maishiy xizmat ko'rsatish kompleksining yong'in xavfsizligi talablariga muvofiqligi haqida ijobiy xulosa berish evaziga 3000 AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda mazkur mansabdor shaxs ushbu pul mablag'ini o'zining xizmat xonasida olgan vaqtida ushlandi. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Surxondaryo viloyatida kuzatilgan holatda esa Jarqo'rg'on tuman majburiy ijro bo'limi boshlig'ining o'rinbosari va davlat ijrochisi o'z xizmat mavqelaridan foydalangan holda bo'lim ish yurituvida bo'lgan ijro ishi doirasida 1993-yilda tug'ilgan fuqaroga nisbatan xorijga chiqishga qo'yilgan taqiqni bekor qilib berish uchun 600 AQSh dollari hamda paxta va g'alla yetishtirishga ixtisoslashgan fermer xo'jalikka nisbatan yuritilgan ijro ishi doirasida xo'jalikning yer maydonlarini auksion savdolarga chiqarmaslik evaziga 10 million so'm olgan vaqtlarda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kabi qonun buzilishi Toshkent shahrida ham qayd etilib, unda xizmat mavqelaridan foydalangan holda mo'maygina daromad topishni reja qilgan advokatlik byurosi advokati hamda advokatlik hay'ati advokatining noqonuniy harakatlari fosh etildi. Xususan, ular Uchtepa tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining tergov bo'limi tomonidan Olmazor tumanida yashovchi 1989-yilda tug'ilgan fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida unga qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasini tanishlari orqali uy qamog'i ehtiyot chorasiga o'zgartirib berish evaziga 14000 AQSh dollari talab qilishadi. Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari hamkorligida Olmazor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda ular so'ralgan pul mablag'ini olgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda ushbu ikki advokatga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi AV bandlari va 28 orqali 211-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, xizmat mavqeyini suiiste'mol qilgan holda o'zganing pul mablag'ini o'zlashtirish orqali boyib ketish hech qachon yaxshilikka olib kelmaydi. Aksincha, amaldagi qonunchilikka muvofiq jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Agarda siz o'z yaqinlaringizni tinch xotirjamlikda hayot kechirishini, sizdan doimo faxrlanib yurishlarini xohlasangiz, korrupsiya domiga tushib qolishdan o'zingizni saqlang, ogoh bo'ling.